Mana bu spiral. Yaqinlikka nima aloqasi bor? Ha, albatta, ko'pchilik buni aloqasi yo'q deb o'ylaydi. Yaqinlik qilganda mana bu yerga kiradi, to'g'rimi? Ayol silkinadi. Va bu vaqtda agarda spiral yaxshi o'rnashmagan bo'lsa, bachadon ichiga, u chiqib ketishi, tushib qolishi yoki joydan o'zgarib, bachadondan chiqib ketish xavflari bor. Ya'ni truba yo'lidan chiqib ketadi, yoki bu trubadan chiqib ketadi, yoki matkani o'zini teshib ketadi, yoki matkaga go'shtlab kirib qoladi, keyin unda go'sht bo'lib ketadi. Mana shu xavfi bor qizlar. Ko'p ayollar kelishadi. Biz ginekologlarda ham ko'rganmiz. Bachadonni olib tashadik, qorin bo'shlarga chiqib ketib qopti deyshadi. Nimadan? Ya'ni bu yaqinlik vaqti baribir xohlasangiz xohlamasangiz bachadon silkinadi va natijada bu ham joydan siljib ketadi. Mana shunda aloqasi bor qizlar. Vakuum buni oldi, вообще hech narsa emas.